Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bu misolda demak sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, 3 ning n-chisi plus 3 ning n-chi darajasi barobar 324 ga teng bo'lsa, demak m plus n yig'indini toping degan savol. Xo'p, birinchi navbatda nima qilamiz? 324 ni to'p ko'paytuvchiga ajratib chiqamiz. 2 ga bo'lamiz. 162 2 ga bo'lamiz. 81 3 ga bo'lamiz. Xo'p, nima bo'ldi? Demak 3 ning 4-chi darajasi ko'paytirilgan 2 ning kvadrat darajasi. Ikkining kvadrati biz bilamiz 4 ga teng. To'rtni 3 plus 1 qo'shiluvchiga yig'indi ko'rinishda. Demak, mana bu 4 ni beradi. Biz 4 ni o'shanday qilib yozib olamiz. Xo'p. Va qavs ochib chiqamiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Buni bunga. Xo'p, 3 ning 4-chisini 3 ga ko'paytsak 3 ning 5-chisi bo'ladi. O'rta qo'shish 3 ning 4-chisini 1 ga ko'paytsak 3 ning 4-chi darajasi bo'ladi. Endi biz bundan ko'rinib turibdi, mos-mos aytsak bo'ladi bu yerda hozir. Ya'ni mana bu 3 ning m-chisi 3 ning 5-chisiga teng. 3 ning n-chisi 3 ning 4-chisiga teng bo'lgan holatda, demak biz aytishimiz mumkin, m ni 5 ga teng deb, n ni 4 ga teng deb yoki m ni 4 ga teng deb, n ni 5 ga teng deb. Shunda m plus n yig'indimiz m plus n yig'indimiz 9 ga, ya'ni 5 qo'shamiz 4 9 ga teng bo'ladi. Javob e'tiborlar uchun rahmat. Bunday misollarni demak video darslarni kuzatib boringizlar.